2025-yilda qaysi mahsulotdan tom yopish arzon va sifatli chiqadi? 1 kvadrat metrini Tunkanikini, Shifrdikini, Profnasilnikini va Gipki cherepitsalarnikini sizlarga hisob kitobini qilib beramiz. Videomizga like bosib qo'yinglar, chunki bu mahsulotlarni yig'ib video tayyorlashimiz uchun salkam bir hafta vaqt ketdi, shuning uchun like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Azizlar, Shifrdikini hisoblab olamiz. Shifrda bir donasi o'rtacha 45 ming so'm ekan. 40 ming so'm reklama qilganman, lekin qo'ldan qo'lga o'tib 45 ming so'mga to'xtashi mumkin ekan. Shifr 1.9 kvadrat bo'lganligi hisobiga 1 kvadrat metrini 25 ming so'm deb olamiz. 25 ming so'm. Buni ustalar bir dona shifrda 50-55 ming so'mdan qilib bergan. Buni ham 1 kvadratini usta haqqisini 25 ming so'm deb olamiz. Va 1 kvadrat metrga o'rtacha 75 ming so'mlik yog'och ketar ekan, yog'och va mix ketar ekan. 75 ming so'mlik oddiy yog'och, sasni hisoblamayapmiz. Oddiy yog'ochda 75 ming so'mlik hisoblaymiz. Teng 125 ming so'mlik 1 kvadrat metrga usta haq material ichida 1 kvadrat tunki 1 kvadrat shifrlar tushadi. Ko'paytiramiz. Bu 150 kvadratli o'rta oddiy tomga hisoblangan. 150 kvadrat ko'paytiramiz. Demak, 150 kvadratli tomlarga 18 million 750 ming so'mlik mahsulot ketadi agar shifrda tom yopadigan bo'lsanglar. Endi azizlar, Profnasilda ranglisiga o'tib olamiz. Bu 0.4 qalinlikdagi Profnasil ranglisi 1 kvadrat metrini sizlarga 60 ming so'm qilib berar ekan. 60 ming so'm tunka. Buni ustalar 50 ming so'mdan qatarib beramiz deydi. Va tunkaga shifrga nisbatan ko'proq yog'och ketarligini hisobiga buni 85 ming so'm deb olamiz. 85 ming so'mlik yog'och ketadi, 50 ming so'mga xizmat ko'rsatiladi, 60 ming so'm Profnasilda o'zi. 195 ming so'm ko'paytiramiz 150 kvadratli oddiy tomimizga. 29 million so'm, ya'ni 30 million so'mga siz tunkadan, ya'ni Profnasildan tom yopsanglar bitishi mumkin. Endi bu 10 ming so'm arzon bo'lganligini hisobiga 195 ming so'm emas, 185 ming so'm deb olamiz. 0.4 qalinlikdagi rangsiz tunkani 50 ming so'm qilib berar ekan. 10 ming so'm bunga nisbatan arzonroq. Endi ko'paytiramiz 150 kvadratga. Demak, 27 million so'mlik mahsulot, ya'ni barcha rasodlari ketadi 150 kvadratli tomga. Endi Gipki cherepitsa bor. Bu Yevropada va Germaniyada, Amerika davlatlarida mashhur juda ham. Bu Gipki cherepitsani 1 kvadratini sizlarga 95 ming so'm ketar ekan. Va bunga ketadigan yog'och, OSB ishlatiladi va izolyatsionniy mahsulotlar ishlatiladi. O'rtacha bunga 150 ming so'mlik yog'och ketadi va ustalar buni 130 ming so'mga xizmat ko'rsatar ekan. Umumiy 375 ming so'mga 1 kvadratda tushadi sizlarga. 150 kvadratli tomga hisoblaymiz buni ham. 56 million so'mlik mahsulot, ya'ni barcha rasodlari ketadi. Gipki cherepitsada qiladigan bo'lsalar. Endi BMW hamda Merz kompaniyalarida kuzovida ishlatiladigan metaldan tayyorlangan cherepitsa, bu 1 kvadrat metri 26 dollar chiqar ekan. Buni ko'paytiramiz. Xullas 340 ming so'mga 1 kvadrati to'g'ri kelar ekan va buni plus qilamiz. Bunga 140 ming so'mlik yog'och ketadi. Chunki bu qimmat yog'ochlardan ishlatish kerak va ustalar bunga 130 ming so'mga kvadratini xizmat ko'rsatar ekan. Umumiy 610 ming so'mlik mahsulot ketadi 1 kvadrat metrga. Aynan mana shu mahsulotdan ishlatsanglar 150 kvadratli tomga ko'paytiramiz. 91 million so'mga tushar ekan 150 kvadrat joylarga mana shunaqa cherepitsadan tom yopadigan bo'lsanglar. Azizlar, bu videoroliklarimiz ancha surishtiruvlar asosida bo'ldi. Ustalar bilan telefonlashgan holatda o'rta narxni chiqarib berdik. Goh joylarda arzon bo'lishi mumkin, goh joylarda qimmat bo'lishi mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoroligimiz aynan mana shu mahsulotlarni temirda tom yopsa necha pulga tushadi ma'lumot chiqaramiz.